videoda bugun 3 tajribasi asosida navbatdagi uchrashuvni boshlaymiz. Bankda o'yin qanaqa muammolar bo'lsa, birma-bir turib savol berganda javob berasizlar, yozuvni videoga hal qilamiz. Sizdan boshlaymiz aka. Qaysi mahalladansiz? Toshmash mahallasi. Qanchaga qaysi yo'nalishga ketamoqsiz? Chorva beshi. Chorvasiga. 400 ming. Narxni pul ko'chirish yo'li bilan. Narx. Keyingi Yo'q. qaysi mahalladansiz? Nima yo'nalishga? Chorva. Nechi pul olamiz? 50 ming. 50 ming. Siz aka? Vamos, vamos. Qancha so'm? 50 ming. Siz ham chorva? Ha. Qaysi mahal? Nurliabod. Ha? Nurliabod. Qancha kirib olasiz? Mahalla loyihasidami? Nima yo'nalishda? Siz aka? Avroq ayollar. O'zlar kemallarmi? Yo'q. Oyma mahalla. Yo'nalishingiz nimasi? Chorva. Ism familiyalari nima? Soliyev Amanzo'da. Barcha savollaringiz hammasini yozib va ijobiy hal qilamiz. Chorvachilik yo'nalishiga hammasi o'zi o'rganib yigitlar ijobiy hal qilib beramiz.